qutqaruvchilik kasbiga qiziqishim uyg'ongan. Shundan so'ng 2018-yilda Favqulodda vaziyatlar akademiyasiga o'qishga kirganman. Yong'inni bartaraf etgandan ko'ra, uni oldini olgan ma'qul. Profilaktik tadbirlar ham asosiy maqsad vazifasi sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlar, yong'inlarni bo'lishidan oldin o'sha aholiga tushuntirib, sodir bo'ladigan holatlarni, ko'nikmalarini, tushunchalarini aholiga o'rgatib, o'sha xavfni oldindan baholab, aholiga o'rgatishdan iborat. Shuning uchun profilaktik tadbirlarni nazoratni muhim ahamiyatga ega deb hisoblayman va har doim profilaktik tadbirlarni amalga oshiradiganda mas'uliyat bilan o'rgatishga, bartaraf ettirishga harakat qilaman.